Senlar birikding, ko'chada yuribsanlar, birikding, bu yoqda o'tiribsanlar. Senlar bitta joyda turishni bilmaysanlarmi? Senlar dars berishib, tovuqni ko'ryapsanmi? Senlardan aqlli to'xtan, shu tovuqqa borib, o jo'ralarimni qaranglar, jo'ralar ortimdan yurib. Senlar bo'lsa, bitta joyda turishni bilmaysanlar. Mana shu tovuqqa vobshe rahmim keldi. Ehsonni bombasini qilib kelamiz hozir borib. Oy tovuq, tu, qalaysan? Seni yoningga sherik yo'qmi? Sherigingga bitta bergan 3 ta bo'lardinglar. Ko'payashardinglar-da endi. Zo'r bo'lardi, hamma yoq tovuq bosmasdi, atak. 2-3 ta tovuq bo'ldi, demakda tuxum sen tashlab ketdingmi? Rahmat, qovurib yeyman o'zi, kakros och qolib turgan. Bitta o'zi tuxum bor yeyish uchun. Jo'ralar, sizlar men bilan yana necha kun yurmoqchisanlar? O'sha 6 kun yurasanlarmi hali men bilan? O malades, yuraverlaring, mayli, ortimdan kelaverlaring paka. Bular короче pul nima edi? Pulmas olma berdim bularga. Olma bersam bitta olmaga bir kun yurib berar ekanda men bilan. Ishlarimni qilishsa zo'r, atak ish qilishing shart emas sanlarni. Yonimda raqsga tushib turibdi, men bular bilan gaplashib yuribman chotki. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Yo'q, qishloqqa tez yetib kel. Problema borga o'xshaydi, shunaqami? Ha, qishloqda suv bosyapti, tez bu yoqqa kel. Bo'pti, boryapman janob mer, 2 minutda boraman. Oho, nima bo'lib ketgan? Mayli, hozir tez borib hal qilib olish kerak. Menimcha katta yo'q, voy, katta joyda suv bosganga o'xshayapti. Qani, ikkalang kelyapsanlarmi? Yo'q, men polzim kirib ketgan bo'lsa, suv buga qarab o'tirmasdan olib tashlayman suvni. Yo'q, kirmabdi. Ha, yaxshi. Butonni aylanib o'tamiz akalar. Shu shu suv ham qaranglar, shu janob merni uyini eshigini oldiga kelib to'xtagan. Bu yerda mer turibdi-da chunki. Suvda ham haqqi yo'q bu yoqqa o'tishga. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q, ana yerda qo'ylar bor ekan, o'shalar bilan gaplashib o'tiribman. Davay, o'tlalaring. O'tlamasanglar olma chatoq qilaman. Sen jinni bo'lib qolganmisan? Oldimda turib qarab qo'ylar bilan gaplashyapsan. O'zingiz so'rayapsiz, keldingmi deb. Oldingizda turganimni ko'rib turib, nima keldingmi deysiz? Endi o'rganib qolibman-da, shunaqa deyverib. O'rganmang o'shanga. Короче, nima deyotganim hozir? Nima qilish kerak bu problemani? Xullas, birinchi o'rinda bu yerda suvlarni olasan, ko'lmak bor, o'shani atrofini kattalashtirib ko'l qilib olasan. Keyingi o'rinda borasan qishloqdan dastlabki yetib keladigan burchak bor, o'sha burchakdan kran kelgan, o'sha kran topga o'rnatasan. Oho, butun olamni ishini buyurdiz-ku. Menimcha shu oxirgi kunim 13-qishloqda. Shu bugun oxirgi ishlarni qilasan, ertaga ketaversak bo'ladi. Bo'pti, mayli. Chelak yo'qmi sizda? Bor, yashikni ochib qara. Bo'ldi, chelak kerak edi. Bo'pti, sog' bo'lasiz, janob mer, men borib, qalaysan? Suv bosdi, yordam ber, jo'g'a. Men nima qilmoqchiman hozir? Men chelakni olib nimaga olib chiqyapman? Seni boshingga kiydirishga olib chiqyapmanmi? Suvgami? Yo'q, choyga, suvga ekan ishni, asabga tegmalaring. Obbo, tezroq yurib borib, okey. Yaxshi, chotga, udar, voshshi, dahshat. Menimcha bo'ldi. Bir qatorda uje, amma bu yerda suv qolib ketibdi. Mana shuni ham olsa, uje bir tomon quridi akalar. Bir tomon quridi. Nechta chelak qoldi? Bir dona chelak qoldi ekan. O'sha bir dona chelakni olib O suzyapman, qaranglar, suzyapman, voshshi, suzib tashlayapman. Ketdik, jo'ralar borib bir suv to'kib kelaylik mana yoqqa. Ko'lmakka atrofini kattalashtirib qo'yib yubor dedi janob. 8 ta blok o'tish kerak demak yonidan. Chunki 8 ta chelakni suv olib boryapman degan 8 ta joyda egallaydigan. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta. Atang g'alatiroq ochib yubordim, atang normalli akalar. Qo'yamiz. Bular olib bu yoqqa olib qo'yamiz. To'xta, bunaqa tur. 4 tani uni olib to'kamiz. Jo'ralar ketdi. Yana bir suv olib kelishimiz kerak. Hatto suv akalar to'layapti jo'ralar, to'g'ri. Akalar devoryapman sizlarni ham. Obunachilarni akalar deyman-da, sizlarni ham akalar deyapman, endi sizlar jo'ramsizlar-ku. Sizlarni jo'ra deyishim kerak o'zi. Men burchakdan chiqib borsam tezroq boraman. Men bu yerda suv bormikan? Birinchi bor tepada 2 dan olsam, o'zi bu yerda bor yo'qligi bilinib qoladi. Yo'q ekan, bu yerda suv. Bu yoqdagini olamiz, bu yoqdagini. O'zi mana shu 4 tani oldim, tamom. Bu yoqda 2 ta chelagim qolibdi ekan. Bitta olamiz, bitta o'ramiz. Yana bir res kelar ekanman. Mayli akalar, uzoq emas, ko'ryapsizlar, yappa yaqin, o'ta yaqin. Ulguryapman. Karoshda yana endi bu yoqlardan mana bu yerdan ochish kerak, ya'ni 8 ta blok. Manadan bitta ochamiz, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta va ana shu yoqdagini ochsa 8 ta bo'ldi. Bo'ldi akalar, 8 ta ochildi. Endi 8 taga 4 tadan 4 tani qo'yib yuboramiz. Mana narsalarga nima kerak bor? Hatto belgilar kerak hozircha. Ularni asosiy inventarga olib qo'yish kerak-da. Asosiy inventarda tursa, sud quyaman deb olib boribman, sud qaranglar. Quyamiz va oxirgisini ham qo'yamiz. Ketdi, jo'ralar bor, yana bitta res qilib kelsam, keyin u naryadagi kranlarni olib kelib o'rnataman. Shu bilan o'zi bizning qishlog'imizda suv bosmaydigan bo'ladi, suvlar krandan keladigan bo'ladi. Mana ularga oqib ketyapti suv. Olamiz. Yana qayerda qoldi?
Menimcha tugadi yo'q. Bitta bor ekan bu yerda. Mana bu yerda bitta bor ekan. Mana yoqda bitta, mana yoqda bitta. Jo'ralar tugadi shekilli. O tugabdi. Qurisin endi. O'y yer quridi. Ketdik, to'xtanglar jo'ralar. Mana bu yerga qo'yib qo'ysam bo'lmaydimi? Shunaqa qilsam bo'lardi, to'g'rimi? Mana va mana. Jo'ralar hozir to'xtanglar. Bir dona suv qolibdi. Shu bir dona suvni ham mana shu yoqqa shunday quyveramiz. Tamom jo'ralar to'xtanglar. Ketdik. Jo'ralar mashina bilan boramiz. Minishni bilasizlarmi? O'tgan safar minmayman degandinglar-ku. Bu marta mininglar, uvaz bu. Любой joy ichida beradigan mashina. Asta-asta boramiz, borib ostiga olib ketmanglar, da ehtiyot bo'linglar. Men sizlarni keyin qayerdan topaman, sizlardaqa jo'ram. 13-qishloqda sizlardan boshqa tanishim yo'q meni. Shu sizlar bilan guring qilib yuribman kun bo'yi. Tentakka o'xshab. O'zi tentak bo'lmasam ham shu tipratikan bilan gaplashib o'tiramanmi kelib. Ha, bo'pti, mayli. U yaqin bo'lsa ham mashina bilan keldim. Endi zo'r bo'lib ko'rinish uchun-da endi. Mashina bilan kelar ekan, zo'r ekan deyishlar uchun. Menga unaqa gap kerak emas akalar. Hazillashyapman. Tak, ana endi mana water pump bilan water dispenserni bir baloni olamiz. Olib borib o'rnatish kerak. Qani jo'ralar kelyapsizlarmi? Sizlarni ham karobkaga joylab buyurtma qilib jo'natib yuboraymi zoparkka. Zoparkka borib o'tirasizlar shu yoqqa. Qani u ostiga kirma, uy, asta bosib ketish misal qoldi. U bosib ketsam o'lib ketasanlar tentaklar. Xo'p, ana endi bu kranni qayerga o'rnatsak bo'ladi? O'sha quduqda atrofiga o'rnatsam bo'larmikan? Bo'lib qolsa kerak. Birinchi o'rinda mana uni xo'sh, mana shu yerda qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Yo'q, men bu yerga bunaqaroq qo'yamiz. Tamom. Bo'ldi, shu yerda turib tursin. Keyin esa janob mer ruxsat berdi-yu, 99 gami yo'q. 100-qishloqqa ketaman. Mana bu yerda poliz ekinlarni yig'ishtirsam keyin ketaman. Kartoshka bilan sabzida yaxshi hosil bor. Bug'doyni o'tgan safar yig'ib olgandim, mana qo'ylarga beraman deb yaramaslar qochib ketibdi ichmasdan. Yemasdan, ichmasdan deb buni tagmayot ochamiz ikkitani. Nimaga ochganimni o'z ko'rasizlar. Tagmayot ochib olamiz. Bizga tosh kerak ekan. Obbo kirganimda olib chiqqanmidim, olib chiqqan ekanman. O'zi mana yoqda yaqingina bizda nima bor? Shaxta bor. Tosh olib kelish kerak 2 dona. 2 dona mana shu yerda 2 dona kirgan joydan olib ketsam bo'laveradi. Kelinglar jo'ralar, kelinglar. Hozir o'rnatib chiqsam mana onasidan keyin sizlar bilan o'ynaymiz mazani qilib. Quduq mana yoqda edi, aytgancha esdan chiqib ketibdi. Qo'yamiz. Suv turadi bunda. Bundan suv ichadi odamlar. Suvni bunga chiqazib berish uchun mana kranni o'rnatib o'rish kerak. Qanday o'rnatadi buni? Ha, bu tomonda o'rnatish kerak ekan. Shu dahshat mazza qilib lazga tushyapsizlar. Lazga Andijon polka arabcha raqs aytgancha suv chiqib kelyapti. Suv to'lib bo'pti o'zi, qaranglar bonkasiga. Men qara, suv ichging kelyaptimi? Ha, rosa chanqadim. O'zi mana yoqda hozir suv bosgan. Yana chanqadingmi? Bo'ldi, ichmayman, kerak emas. Mana onasidan olib qo'y. Nima qilaman buni? Mana buni ham olib qo'y. Nima qilaman bularni? Yana nimadir beraymi? Bo'ldi, kerak emas. Rahmat. Ha, bo'pti, shunaqa bo'lsin. Ketdim. Mana endi borib, uyimda dam olib o'tirayin-da, kech bo'lgandan keyin 100-qishloqqa ketib boraman.